Hozir men sizlarga zo'r ma'lumot bermoqchiman. Xullas qizlar, o'tgan safar ham aytdim men sizlarga Xitoy kursini o'rganish kerak, qizlar. Men o'zim ham Xitoy kursini o'rganganman. Katta foyda qilasizlar Xitoy kursini o'rganganinglardagi. Bu o'zimizda sotilayotgan 200 minglik narsalarni sizlar Xitoyda 50 mingga olib keltirasizlar. Bu yerda 3-4 barobar arzon birinchi qo'l qilib o'zinglarni uyinglargacha olib kelib beradi. Xitoy kursini o'rganinglar, WeChat kurslarini o'rganinglar. WeChat kurslarida sizlar qizlar lyuks kopiyadagi tovarlarni olib keltirishni o'rganasizlar. Ya'ni Chanel, Diorlarni shunaqa birga bir ishlangan lyuks kopiyalarni olib keltirishni o'rganasizlar. Hech kim farq qilmaydi uni originalidan. Xullas, Xitoy kursini обязательно o'rganish kerak. Qizlar zamondan orqada qolish kerak emas. O'rganib olganingizdan keyin sizchi ishoning, qancha narsani qimmatga olib yurganingizni anglaysiz. Boshdan oyoq Xitoydanchi sizlar, boshdan oyoq 200 mingga shunaqa sifatli kiyimlar olasizlar. Bu degani sepinglarni ham, sarpinglarni ham to'ldirib olsanglar bo'ladi degani. Xullas, sizlarga yana ishonchli kurator